Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mah. Aka ukalar, kaptarlardan sotiladiganlari bor yana. Kimga zarur bo'lsa 3 ta nar bor. Mah. Bitta tedi nar bor. Buni modasi yo'qolib qoldi. Hali 800 mingga olib kelgan bir jupimin nari bu. Modasi baylag'icha ketib qoldi. Keyin narini qiyib qo'ydim. Bu ham ketaman deb yuribdi yana. Keyin mana parchatiq dumi qora nari bor. Dumi qora modamga olib keldim buni. Tushini ko'rib, o'ynab tushini ko'rib olib keldim. Dumi tiniq kesma. Moda kecha kuni tushmadi, qolib ketdi moda. Keyin bitta ushalgan bor mana. Oq kelib qo'ygan mana. Men o'zim ko'rmadim, qo'shni o'ynayotgan dedi. Mah. Uchadigan modasi bu bor odamlar mana bu narni olib uchiringlar. Nar ingichka, uzun, tedi, chista tedi. Ko'kidan keyin tedi, royal qo'shilgan. Parchatiqni ham tushiga garantiya beraman. Chunki o'zim modaga juplayman deb olib kelgandim-da uni. Parchatiq bo'lsa ham olaverdim, chunki chiroyli tevaga tassillatib o'ynab tushyapti kaptar. Keyin yana bitta uni kelib qo'ygan mana. Paypali dumi qoracha kelib qo'ygan. Mah. Kaptarlarni haydab-urib ancha yengillatib berdim. Ko'p qolib ketyapti kaptarlarni. Mah. Xo'p, tedinar 500 ming kami bor. Dumi qora 200 ming kami bor. Mana 100 ming. Bu bo'ladigani shu 100 ming buni. Kaptar dumi yo'q ekan. Chiqyapti, xullas yurishgan ekan, chiqyapti endi. Kelib qo'ygan. U ham nar, 3 ta nar bor xullas sotiladigan. Videoda o'tkazmay ko'ringlar. Kerak bo'lsa qayta ko'ringlar. Telefon nomer 91 673 33 63. Adres Marg'ilon. Ismim Ibrohimjon. Mah. Karonasi ham zo'r, parchatiq narda. Dumi ham zo'r. Sifati ham yaxshi, ko'zlari, vekalari ham oppoq. Ko'zi qora, vekasi oppoq. Oyog'i toza, yalangoyoq. Tedi ham xuddi shunaqa, toza yalangoyoq. Qiziqqan ishqibozlari bo'lsa, uchiraman, juplayman desa, olib bolalatib borsin mana kaptar. Garantiyali. Mah. Keyin mana ko'k yomon uchib yuboryapti, omali bozordan olib kelgan ko'kim. Mana narchaga juplab berdim. Qo'ngan narchaga. Mana ko'kcha. Kaptar ochildi kaptar. Shunaqangi o'ynab ketyapti. Nara mana shunaqa qattiq o'ynab uchadigan yoshida jupga tushib qoldi. Qattiq o'ynab uchadi nari ham. Xudo xolasa endi bola chiqarib ko'ramiz shulardan. Akalar sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.